Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Siz bilan ma'rifatparvar jadidchilarning hayoti va faoliyati bilan tanishishda davom etamiz. Munavvar qori Abdurashidxonov 1878-yili Toshkent shahar Shayxontohur dahasi Darxon mahallasida ziyoli oilada dunyoga keladi. Munavvar qori 1901-yili Toshkent shahrida ilk usuli saftiya maktabini ochadi. Maktabda darslarni tashkillashtirish uchun Munavvar qori dastlab Qrim va Tataristondagi o'qituvchilar tuzgan dastur va adabiyotlardan foydalanadi. 1907-yilga kelib esa o'zi adabiy avval darsligini tuzadi. U 1907-yilning oxirida ikkinchi darsligi Adib soniyni nashr ettiradi. Ko'pgina maktablarda Munavvar qorining boshlang'ich sinflar uchun tuzgan dasturi joriy qilingan edi. Maktab o'quv tizimini chuqur o'rgana boshlagan Munavvar qori bular bilan cheklanmay dasturni tobora takomillashtirib boradi. 1912-yilga kelib o'quvchilarga husnixat, jo'g'rofiya, islom tarixi, turk qavmlari tarixi fanlarini oshkora o'qita boshlaydi. U mahalliy o'qituvchilar orasida birinchi bo'lib namuna maktabni tashkil qiladi hamda rus tilini o'qitish masalasini hukumat oldiga ko'ndalang qo'yadi. Bu taklifni mustamlaka hukumati rad etadi, lekin Munavvar qori ham hujumni susaytirmadi va o'z maktabida rus tili o'qitilishiga erishdi. Munavvar qori Abdurashidxonov shahar ma'muriyatidan usuliy jadid maktablariga keng yo'l berishni so'raydi. Bu ish uchun Munavvar qorini hibsga oladilar. Millat fidoyisi bo'lgan bu siymo nihoyatda g'ayri insoniy sharoitda saqlandi. Uning 1930-yil 30-oktyabrda yozgan arizasida hozir qattiq betobman, oyog'im shishib ketgandan yurolmayman, boshqalar yordamiga muhtojman. Shu sababli meni umumiy kameraga ko'chirishingizni yoki shifoxonaga yotqizishingizni so'rayman deb murojaat qiladi. Biroq murojaati javobsiz qoldirilib, 7 oy davomida nur ko'rmasdan yolg'iz o'zi qamoqxonada saqlanadi. 1931-yili 23-aprelda Munavvar qori Abdurashidxonov otib tashlanadi. Millat fidoyi bir o'g'londan judo bo'ladi. E'tiboringizga havola etilayotgan ushbu to'plamga Munavvar qori Abdurashidxonovning Adib soniy va Yer yuzi nomli darsliklari, 1906-1927-yillarda yozgan maqolalari hamda she'rlari kiritilgan. Notanish bo'lgan ba'zi so'zlarning ma'nosini kitob so'ngida berilgan lug'at orqali bilib olishingiz mumkin.